Assalomu alaykum. Kuningiz xayrli, barakotli bo'lsin. Bo'stonliq ot bozori. Platini. 25-yanvar 2026-yil yakshanba kuni. Otlar juda ham ko'p. O'zingizga yoqqan otni tanlab, minib ko'rib, yoqsa pulini kelishib sotib olishingiz mumkin. Bozorga yaxshi otlar tushmaydi deydiganlar uchun birodar, dehqonlar ham, Qozog'istondan, Qirg'izistondan olib keladiganlar ham qayerga olib borib sotsin? Qassoblar bir hafta, bir oy, 2 oy pulini bo'lib berishsa, bozorga naqd olib tushadi, naqd sotadi, naqd ketadi. Faqat uni yaxshi mutaxassis bilan maslahat qilib, ko'rib, tanlab sotib olish kerak. Shunda yaxshi bo'ladi. Komment, izoh qoldiring, xabarlashamiz.